Bugun biz Yves Cafe'dan 100% arabikani espressosini ichib ko'ramiz. Kofe bu просто bunday ichib olish emas, bu iskustvo hisoblanadi. Birinchi bo'lib oddiy suv ichiladi. Bu til retseptorlarini yangilash uchun. Kofening ta'mini butunlay his qilish uchun. Suv ichildi endi. Qoshiqcha olamiz birinchi o'rinda. Olib turib, yurg'izamiz. Bu qilganishim sababi kofe ichganda aromati bilan ta'mi butunlay odam his qilish uchun. Kofe espresso 3 ta qultumda ichiladi. Birinchisi. Espressoni shuni qo'shiltirib ichish kerak. Birinchisi ozgina kislis his qildim. Espresso недоваренный emas, zo'r chiqqan и pereekstraksiya ham bo'lmagan. Ikkinchi suv ichamiz, chunki boshqa notalarni his qilish uchun. Sigara bilan ichish kerak-ku, uni. Ikkinchi qultum. Mana shu o'rtasida espressoni haqiqiy ta'mi pikka chiqqani bo'ladi. Espresso zo'r chiqqan, menga yoqdi. Qahramonlik Boburning oyisi. Shuncha oxirgi qultum espresso single. Zo'r. O'zi yodlagan gaplar esdan chiqadi. Sizlar bilan O'zvoiz kanalini obuna bo'linglar. 6. Qo'yib olamiz YouTube'ga. Qo'yib ol.